Hech qachon unutolmaydigan bir kecha edi. O'sha tun men uchun abadiy qo'rquv va sharmandalik bilan qolgan bir lahza edi. Ertalab ishdan qaytib charchagan holda eshikni qulflashni unutib qo'ydim. Uyga kirgach hech narsadan xabarim yo'q edi. Men o'sha paytda yolg'iz edim, kiyimlarimni o'zgartirar ekanman, bexosdan deraza oldiga kelib qoldim. O'shanda nima bo'ldi, bilib ham bo'lmadi. Qo'shnidagi bir garib odam men sezmagan holda menga qarab turibdi va mening holatimni suratga olibdi. Men hech narsadan xabar topolmay, u esa o'sha suratni o'zi bilan olib ketdi. Bir necha kun o'tgach bozorga chiqqanimda o'sha garib odam meni kutib o'tirdi. U menga yaqinlashdi, men esa qo'rquvdan yurak urishimni sezdim. U, "To'xta, aks holda bu suratni hammaga ko'rsataman, sharmanda bo'lib olasan", dedi. O'sha lahzada mening oyoqlarim titradi, ko'z yoshlarim yo'l oldi. U menga telefonida mening suratimni ko'rsatdi. Men hech narsa deya olmadim, faqat ichim qaltirab, o'zimni himoya qila olmadim. U menga suratni ochirish uchun uning uyiga kelishni talab qildi. Men majbur edim. Ichkariga kirganimda u mening qo'rquvimni sezdi va yanada zo'ravonlik qila boshladi. U meni ushlab har tomondan qiynay boshladi. Men yalvordim, "Meni qo'yib yubor, men hali bokira qizman, iltimos, menga rahm qil", dedim. Nima bo'lishini bilmay, ichim titrab, yurak urishim tinmay qoldi. U bir lahza to'xtadi, ko'zlarida noma'lum bir tuyg'u paydo bo'ldi. Ehtimol, mening yalvorishim uning yuragiga ta'sir qildi. U sustkashlik bilan telefonni oldi va suratni o'chirdi. Keyin eshikni ochib, "Ket", dedi. Men hech qaytga qaramay o'sha uydan yugurib chiqdim. O'sha kundan keyin men o'zimni butunlay o'zgartirdim. Bu voqea menga faqat qo'rquv emas, balki o'z huquqimni himoya qilish kerakligini, hech kimga ruxsat berish mumkin emasligini o'rgatdi. Men hali ham o'sha kechani unutolmayman, lekin u menga kuch va jasorat berdi. Endi men o'zimni himoya qilish, o'z ovozimni topish va hech qachon o'zimni zaif his qilmaslikka qaror qildim. Bu hikoya nafaqat qo'rquv haqida, balki o'z qadriga yetish, o'z-o'zini qayta topish haqida ham gapiradi. Har bir ayol o'z huquqi uchun kurashishi kerak va hech kim uning shaxsiy hayotiga aralashish huquqiga ega emas.